Assalomu alaykum Gulxona kanali obunachilari. Sizlarga bugun geran gulini gullatish haqida ma'lumot bermoqchiman. Geran gulini gullatishning eng oson usullaridan biri uni gullab bo'lgan shoxlarini kesish. Men gulim gullashi bilan guli tugagandan keyin shoxlarini tinmasdan kesib tashlayman, ayamasdan va u tinmasdan mana shunday chiroyli g'unchalab gullab turadi har doim. Va guldorlar sotiladigan joylarda sotiladi. Monokali fosfat dorisi bor bizda. Mana shunday monokali fosfat dorisi orqali ham gullatish mumkin. Buni 5 litrlik mana bunday baklajkaga suv quyib olasiz va mana bu monokali fosfat dorisidan bitta choy qoshiqning yarmida olib aralashtirib yuborasiz. Esingizdan chiqmasin, bir choy qoshiqni yarmida aralashtirasiz. Yaxshilab erigandan keyin geran va boshqa turdagi ochiladigan har qanday gullaringizga quyib, gullaringizni oson gullatib, mana bunday chiroyli qilib olishingiz mumkin. Foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmang.